Tarbiya bizningcha yo hayot, yo mamot. Oilada qanday tarbiya bergan bo'lsa, u ijobiy tomoni bor, salbiy tomoni bor. Telefon o'ynab o'tiradi. O'zingdan kattani ko'rganingda uni hurmatini saqlagin, izzat qilgin. Farzandlarimizga biz nihoyatda yaxshi tarbiya berishimiz kerak. Sen bolajonim o'zbeksan. O'zbek degan nomga sha'niga dog' tushirmasliging kerak. Ravnaq topgan charog'on yurtda yashashyapti. Avvalambor oiladan boshlanadi, ota-onadan farzandlariga o'tadi bu narsa qanday tarbiya. Mobil telefonlar chiqib qoldi. Hozir kimni qo'liga qaramasang, kichkina yoshidan tortib kattasigacha hammasiga mobil telefonlar bor. 4 ta bola baqir-chaqir qilib, xoholab, kulib, bundoq o'ylamaydi ham. Men o'zim avtobusda qatnayman-da, gapni ochig'i. Derazaga qarab, teskari qarab turadi. O'zingdan 1 yosh katta bo'lsa ham hurmatini qil deydi. Davlatimiz juda yaxshi imkoniyatlar yaratib berdi. Kechagina qarang, shaxmat bo'yicha bolamiz jahonda nomini qoldirdi. Kim edi, kimni avlodimiz shuni unutmasa, Xudo xolasa kelajagimiz bundan da go'zallashadi, bundan da porloqlashadi.